Qozog'istonning eng qimmat bo'lgan 3 xonandalari. Birinchisi Dimash Xudoybergen. Xalqaro sahnada, to'ylarda va private eventlarda xizmat narxi $500,000 boshlanadi. O'ndan ortiq tillarda kuylaydi. Dunyo bo'ylab eng kuchli vokal diapazonlardan biri hisoblanadi. Ikkinchisi Kayrat Nurtas. To'y va marosimlar uchun taxminiy xizmat narxi $200,000 boshlanadi. Qozog'istonda eng ko'p konsert bergan xonanda hisoblanadi. Har bir chiqishi sold out bo'lishi bilan mashhur. Uchinchisi Maldanazar. Taxminiy to'y va marosimlar xizmat narxi $100,000 boshlanadi. Qozog'istonda indie popni trendga aylantirgan artist, fashion va san'atni birlashtirgan artist. Siz shaxsiy to'yingizda qaysi xonandani xizmatini ko'rishni xohlaysiz? Izohlarda qoldiring. Yana qaysi eng kuchli qozoq xonandalarini bilasiz? Izohlarda qoldiring.